Bugun sizlar bilan teri ostiga inyeksiya qilish texnikasini ko'rib chiqamiz. Teri osti yog' hujayralari qon tomirlariga boy yumshoq to'qimalardan iborat. Teri ostiga inyeksiyalarni yelkaning tashqi yuzasi, sonning oldingi va tashqi yuzasi, kindikning yon va pastki yuzalari va ba'zi holatlarda kurak osti sohalariga qilishimiz mumkin. Bu sohalarga inyeksiya qilish uchun insulin preparatlari, antikoagulantlar, misol uchun geparin, enoxaparin, ba'zi bir vaksinalarni, gormonlar va vitaminlarni qo'llashimiz mumkin. Moyli eritmalarni sekin so'rilishini inobatga olib, ularni iliq holatda yuborish tavsiya etiladi. Teri ostiga inyeksiya qilishga qarshi ko'rsatmalar. Teri osti yog' qavati shishgan bo'lsa yoki avvalgi dori moddasini yuborilganda yaxshi so'rilmaganligi sababli qattiqlik hosil bo'lgan bo'lsa, dori moddalarini yuborish tavsiya etilmaydi. Muolajani bajarishdan oldin qo'llar 6 bosqichda gigiyenik yuviladi va qo'lqoplar kiyiladi. Muolajani bajarish uchun bizga kerak bo'ladi paxta, spirt, dori moddasi, shpris hamda latoklar. Dastlab paxtali shariklarni spirtga namlab, steril latokga qo'yib olamiz. Shprisni g'ilofdan ochamiz. Ampulani spirtga ho'llangan, namlangan paxta bilan artib, shu paxta yordamida ochamiz. Shprisga dori moddamizni tortib olamiz. Shprisdagi ortiqcha havo chiqarib yuboriladi. Bemorga muolaja maqsadini tushuntiramiz va inyeksiyani amalga oshirishni boshlaymiz. Qorin sohasiga inyeksiya qilganimizda kindikdan 2 barmoq chetroq joyini belgilab olamiz va mana shu sohaga inyeksiya qilamiz. Inyeksiya sohasini belgilab olganimizdan so'ng spirtga namlangan paxta bilan ishlov beramiz. O'ng qo'limiz bilan shprisni ochib, shprisni ushlaymiz. Chap qo'limiz bilan esa terida burma hosil qilamiz. Ignani 45 gradus burchak ostida teri ostiga kiritamiz. Ignani 3 dan 2 qismi kiritiladi. Chap qo'l bilan esa dori moddasini yuboramiz. Yuborib bo'lingach, paxtali sharikni o'rniga qo'yib, asta-sekinlik bilan ignani chiqarib olamiz va inyeksiya qilingan soha yengil uqalanadi. Ishlatilgan asboblarni A va B konteynerlarga tashlaymiz. Qo'lqoplar yechiladi.